Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Demak, bugungi navbatdagi mavzumiz silindr mavzusi bo'lib, bugungi darsimizda o'rganadigan ma'lumotlarimiz silindr shakli, qanaqa ko'rinishda bo'ladi, qanday holatlari bor, to'la sirti, asos yuzasi, hajmi, balandligi, yon sirti, ketma-ketlikda barchasini birma-bir o'rganib chiqamiz. Demak, silindr nima? Silindr qanday shaklda bo'ladi degan savolga silindr hayotda ko'p uchraydi. Masalan, suv quvurlari yoki shunga o'xshash shakllar. Endi biz faqat bir qismida amallar bajaramiz. Ya'ni, demak, asosi aylanadan iborat bo'ladi. Aylanadan iborat bo'lsa, aylanani silindrdan o'xshatish uchun aylanani ellips qilib chizib olish kerak. Aylanani ellips qilib chizib olish kerak. Mana shunda silindr o'xshab chiqadi, chiroyli bo'lib chiqadi. Qanchalik chizma qulay va aniq chizilsa, ya'ni o'xshash bo'lib chizilsa, misolimiz yechilishi shuncha oson bo'ladi. Demak, mana shu asoslari aylanadan iborat bo'lgan shakl. Bu tomonni ham tutashtiraman. Hosil bo'lgan shaklimiz silindr bo'ladi. Ya'ni asosi va yuqorgi asosi aylanadan iborat bo'lgan shakl. Endi silindrning asos yuzasi aylanadan iborat bo'lgani uchun asos yuzasi aylanadan iborat bo'lgani uchun uning yuzasi asos yuzasi nimaga teng bo'ladi? Ya'ni markazi O nuqtada bo'lgan bo'lsa, radiusi aylananing radiusi bo'lsa, ya'ni aylana doira yuzasi bo'lib qoladi. Doira yuzasi topish formulasi pi r kvadrat. Demak, asosi pi r kvadratga teng. Demak, mana bu balandlik h bilan belgilanadi va h bu silindr balandligi deyiladi. Demak, s to'la sirti bilamiz. Ikkita s asos va yuqorgi asos va pastki asoslar qo'shib, ya'ni 2s asos plus uning ustiga qo'shamiz s yon sirtini. Demak, 2s asosni bilamiz 2 pi r kvadratga tengligini. S yon nimaga teng? Ustozlar, S yonni topish uchun biz silindrning yoyilmasini bilib olishimiz kerak. Silindrning yoyilmasi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Silindrning yoyilmasi va yuqorgi asoslarini aylanalarni alohida chizib olamiz. O'rtaga demak, qaranglar, mana yoyilmasini chizib oldik. Mana bu yuqorgi asosi yuqoriga ajralib chiqadi, pastki asos pastga ajralib chiqadi va o'rtada turgan aylananing yoyini mana bu joydan qirqib yuboradigan bo'lsak, to'rtburchak hosil bo'lib qoladi. Demak, to'rtburchak hosil bo'lib qoladi. Mana bu har biri radiusi r ga teng bo'lgan yuqorgi asosi, mana bu doira esa pastki asosi bo'ladi. Endi balandlik o'zgarmaydi, h. Endi mana bu uzunlik nimaga teng bo'ladi desa, bu uzunlik o'ralib kelsa, bu tomonga kelsa aylanani hosil qiladi-ku. Demak, aylananing uzunligiga teng bo'lib qoladi. Aylana uzunligi L teng 2 pi r formula bilan topilar edi. Demak, S yon sirti mana shu to'rtburchak yuzasi bo'lgani uchun 2 pi r ni balandlik h ga ko'paytirganimizga teng bo'lib qolar ekan. Demak, o'rniga nimani qo'ysak bo'ladi? 2 pi r h ni qo'ysak bo'ladi. Demak, ikkalasida 2 pi r bor. 2 pi r ni qavsdan tashqari chiqaradigan bo'lsak, bizda r plus h ga teng bo'lgan formula kelib chiqadi. Bu silindrning to'la sirtini topish formulasi bo'ladi. S to'la sirti umumiy formulasi mana bu, keltirilgan formulalari mana bu formula bo'ladi. Xo'sh, demak, bu asos yuzasi pi r kvadrat. To'la sirti
yon sirti, demak s yon sirtini o'zini alohida yozib qo'yamiz. Bu tomonga mana s yon sirti 2pi r h ga teng. Endi hajmi. Bilamiz, hajmi va hajm asos yuzasini balandlikka ko'paytirganimizga teng. Endi asos yuzasi pi r kvadrat bo'lsa, balandlik h bo'lsa, pi r kvadrat h ga teng bo'ladi. Bu hajm. Demak, yoyilmasi boshqalarini aytib o'tdik va keyingi navbatda aytiladigan o'q kesim haqida gaplashamiz. Silindrning o'q kesimi doiraning diametri yordamida, pastga va yuqoriga diametri yordamida kesilgan yuza. Mana bu diametri va pastki asos diametri yordamida hosil qilingan yuza. Bu yuza to'rt burchakdan iborat bo'lib qoladi. Mana bo'yadik. Demak, mana shu yuzaning qiymati qanday topiladi? Mana bu yerdan bu tomongacha radius, bu tomon ham radius. Bu balandlik o'zgarmaydi. Demak, s yuzasi, s kesim yuza deyiladi bu. S kesim yuzasi 2r ni h ga ko'paytirganimizga teng bo'lar ekan, to'g'ri to'rtburchak bo'lgani uchun har doim. Demak, s kesim yuzasi 2r ko'paytirilgan h ni ko'paytirganimizga teng. Endi misollarimizda o'q kesimi kvadrat bo'lsa qanday bo'ladi? Demak, o'q kesim kvadrat bo'lsa qanday bo'ladi? Kvadrat bo'lsa mana bu 2 radius nimaga teng bo'lib qoladi? H ga teng bo'lib qoladi. Shunda s kesim yuzasi 4r kvadratga yoki h kvadratga teng bo'lar ekan. Qaysi radius berilsa 4r kvadrat bo'ladi, h berilsa h kvadrat bo'ladi kesim yuzasi. Faqat o'q kesim kvadrat bo'lganda, shunga e'tibor beringlar. Endi silindrdan olingan kesma bor. Silindrdan olingan kesma bor. U qanaqa bo'ladi? Buni o'xshatish uchun mana to'liq qoidani chizib olamiz. Markazi O nuqtada bo'lgan doiradan qandaydir, qaranglar, mana qizil rang bilan kesim o'tkazildi. Shu markazdan kesimgacha bo'lgan eng qisqa masofa so'raladi. Buning qiymatini qanday topamiz? Qanday topamiz? Xo'sh, buning uchun markazdan mana shu nuqtagacha va bu nuqtagacha bo'lgan masofalarni o'tkazsak, yo'q, bu xatoroq bo'ldi. Mana buni ham o'chirib turamiz. Demak, qaranglar. Mana shu nuqtadan vatar o'tkazdik. Ya'ni pastki asosda ham parallel vatar o'tkazadi. Ikkalasi bir xil nimada yotadi. Mana bu yerdan tutashtiradigan bo'lsak, to'rt burchak hosil bo'ladi. Bu
kesim yuzasi faqat diametrdan emas, bir chetidan kesilgan kesim yuzasi bo'ladi. Mana o'rtadagi kesma esa mana shu to'rtburchakning diagonali vazifasini bajaradi. Endi bizga mana shu kesim yuzagacha, markazdan kesim yuzagacha bo'lgan eng qisqa masofa desa, mana bu masofa bo'ladi. Endi buni topish uchun bizga kerak bo'ladi radius, bu radius. Endi bu ham radius, bu ham radius. Mana bu x masofa. Bu balandlik bo'lgani uchun teng oldi uchburchakda bu qismi bilan bu qismi nima bo'ladi? Bir-biriga teng bo'ladi. Mana burchaklar ham bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni bisektrisa vazifasini bajaradi. Bizda markazidan qaranglar, balandlik tushirib olaylik. Silindrning balandligi silindr markazidan, ya'ni silindrning balandligidan kesmagacha bo'lgan eng qisqa masofa pastki qismi bo'ladi. Bu x. Mana yuqorida xing, mana bu yerda ham bir xil bo'ladi. Chunki balandlik va tekislik orasidagi masofalar bir xil bo'lyapti. Tushunarli? Bir xil bo'ladi. Endi biz yuqoridan x ni topib qo'ysak bo'ladimi? Mana bu radius, bu ham radius. Bu orasida burchak 90 gradus. Aytdim, to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi deb. Mana shu yerda hosil bo'ladigan ifodalardan keltirib misollar ishlasak bo'ladi. Hozir kitobimizning oxirida bitta misol bor, o'shani ishlab o'rgataman. Hozircha tushuncha ega bo'lib qolsangizlar bo'ldi. Endi mana bu masofani y deb oladigan bo'lsak, bu ham y bo'lsa, x ning kvadratiga y ning kvadratini qo'shganda r ning kvadratiga teng bo'ladi. Pifagor qoidasi kelib chiqsin. Chunki misollarimizda mana bu y larning uzunligi yoki radiusning uzunligi yoki x ning uzunligi berilsa, qaysidir birisini so'rasa, topish oson bo'ladi. Endi mana bu balandlik, h balandlik, bu qizil to'rtburchakli uchburchakning ham balandligi bo'ladi. S kesim yuzasi bu yerda 2y ni h ga ko'paytirganimga teng bo'lib qolar ekan. Demak, misollarda kelishiga qarab qo'llab ketaveramiz. Endi og'ma silindr bor. Demak, og'ma silindrda balandlik o'zgaradi. Shuning uchun og'ma silindrni ham misolini ko'rib o'tsak, balandlik silindrning tashqarisiga tushadi. Mana bu nuqtadan bungacha bo'lgan masofa balandlik vazifasini bajaradi. Demak, bu 90 gradus. Endi bu nuqtadan bungacha radius, mana bu silindrning yasovchisi L. Mana bu silindr balandligi. Bu yerda burchak alfa berilsa, mana bu L qiymati berilsa, shunga qarab silindrning hajmi va hajm S asos ko'paytirilgan h balandlikka teng bo'ladi. Asos yuzasi o'zgarmaydi, πr kvadrat bo'lib qoladi. Faqat h ning qiymati o'zgarishi mumkin. Shunga e'tiborli bo'lasizlar og'ma prizmada, og'ma silindrda. Endi bu og'ma silindr bo'lsa, endi og'dirilgan silindr bor. Og'dirilgan degani boshida, qaranglar, boshida to'g'ri burchak ostida turadi. Keyin og'diriladi. Og'dirilganda qanday bo'ladi? Gradusda og'diriladi. Masalan, mana bizlarda 30 gradus. 30 gradus bo'lsa, keyingisi ham 30 gradus. 30 gradus. Endi bu shaklni bir xil qilishimiz kerak. Ustiga olib kelib to'g'rilasam bo'ladi. O'zi bir xil ekan. Demak, shu ko'rinishda bo'lsin. Mana bu tomonlarni tutashtirib qo'yaylik. Bu tomonni tutashtirib qo'yamiz. Og'dirilgan silindr hosil bo'ladi shunda. Og'dirilgan silindr bir asosda bo'ladi. Ikkalasi
mana shu ko'rinishda ifodalanadi. Xo'sh, bu yerda kelib chiqadigan formulalar bor. Mana bu radius. Bu silindrning balandligi. Endi bu yerda radius. Mana bu silindrning balandligi og'dirilgandan keyingi. Endi mana bu misollarda keladi. Boshida ichida litr suv bor edi. Keyin og'dirilgandan keyin suv miqdori bu ko'rinishga o'zgaradi. Endi pastki qismi suv bilan yuqori qismi ochiq bo'lib qoladi. Endi bundan bungacha bo'lgan masofa x, keyin bundan bungacha bo'lgan masofa y. Biz bilamiz x ning y ga yig'indisi har doim balandlikka teng bo'ladi. Mana shuni chiroyli qilib chizsak yaxshi. Bu x, bu y. Endi mana bu o'rtadagi masofa ko'pincha misollarda mana bu yerdan turadi. Ya'ni bu qismi bilan bu yog'i uchib mana bu yerga keladi-da. Lekin bu tomoni pastroqda bo'ladi. Shuni ham inobatga olish kerak, chunki hozir boshqa misolda ko'rsatgan bilan misol ishlaganda tushunmay qolasizlar. Demak, mana bu yerda balandlik boshqatdan o'tkazib yubordim. Endi mana bularni ham boshqatdan chizib qo'yamiz. Demak, mana bu ko'rinishda bo'lsa, ana endi sal o'xshadi. Xo'sh, mana bu masofa bilan bu masofa x va y deb belgiladik. Endi qaranglar qanday formula. Boshida bu bir hajmga ega bo'lgan suv to'ldiriladi, keyin u og'dirilgandan keyin mana bu qismidan bo'lamiz. Ya'ni bu yerda aylana hosil bo'ladi. Shu aylananing pastki qismini v2, yuqori qismini v3 bilan belgilaymiz. Demak, v2 ni topish uchun qaranglar. v1 nimaga teng bo'ladi? v1. Boshida v1 to'g'ri holatda turgan edi, keyin og'dirilgandan keyin v2 va v3 hajmga bo'linadi. Ya'ni v2 va v3 ning yig'indisiga teng. v2 qanday topiladi desa, v2 mana bu radius o'zgarmaydi-ku. Radius asosini mana bu y ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimizga teng. Chunki mana buni o'tgandan keyin orasida burchak 45 gradus deb beradi. Misollarimizda ko'pincha 45 gradus bo'lsa tengga bo'linadi. Tushunarlimi? 45 gradusda keladi ko'pincha. Endi v2 hajm topish uchun nima qilish kerak ekan? Pi r kvadratni y ga ko'paytirib 2 ga bo'lish. v3 haqida gapiryapman. v3 ni pi r kvadrat ko'paygan y bo'lingan 2 ga teng ekan. v2 esa asos pi r kvadratni x ga ko'paytirib qo'yganimga teng. To'g'ri holatdagiga teng bo'lib qoladi. Demak, pi r kvadratni x ga ko'paytirganimga teng. Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bizda hosil bo'lgan v1 hajm formulasi v2 ning o'rniga pi r kvadrat qo'shilgan ko'paygan x qo'shiladi pi r kvadrat y taqsim 2. Ikkalasidan pi r kvadratni chiqarib yuboradigan bo'lsam, x plus y bo'lingan 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana shu formulani misollarda ishlatib javobni chiqarsak bo'ladi. Demak, bu v2 ning hajmi, bu v3 ning hajmi. Xo'sh, mana shu bilan leksiya qismi yakuniga yetdi. Endi misollarni ko'ramiz. Demak, birinchi S yon sirti. S yon sirti teng bo'ladi 2 pi r h ga. Radius 4, balandlik 6 bo'lsa, 2 pi ko'paygan 4 ko'paygan 6. 48 pi ga teng javobi. Mana bunda diagonal berilsa, mana bu diametr o'tkazamiz. Bu 2 r ga teng bo'ladi. 10 ning kvadratidan bu o'q kesim diagonal-ku. O'q kesim diagonal.
10ning kvadratidan 8ning kvadratini ayiradigan bo'lsak, bu yerda 6ning kvadratiga qosi bo'ladi. Demak, 2r 6 ga teng bo'lsa, r teng 3 bo'ladi. S yon sirti shunga ko'ra 2pr r ning o'rniga 3, h ning o'rniga 8. Bu yerdan ham 48 pi chiqar ekan. Xo'sh, S to'la teng bo'ldi 2pr 2pr tashqarida r plus h ga teng edi. Demak, 2p ko'paytirilgan r ning o'rniga 2 plus h ning o'rniga 3. Shunda 4p ko'paygan 5 bo'lsa, javob 20p chiqar ekan. Xo'sh, hajm pr kvadrat h ga teng dedik. 6 bo'lsa 36, pi ko'paytirilgan h 10 bo'lsa, javob 360 pi ga teng ekan. Hajm topish. Demak, bunda hajm qanday topiladi? Radius kerak. Radius topish uchun mana bu oq kesim diagonalida mana bu masofa o'tkazilgan. 17 ning kvadratidan 15 ning kvadratini ayiradigan bo'lsak, bizda mana bu yerda nechning kvadrati kelib chiqadi? Ya'ni r ning kvadrati teng bo'lib qoladi 289, 17 ning kvadrati minus 225, 15 ning kvadrati ikkalasini ayirdik. Demak, bu yerda ayiradigan bo'lsak 64. Demak, r teng bo'ladi 8 ga. Demak, hajm v pi r kvadrat ko'paytirilgan h. Demak, pi ko'paytirilgan 64 ko'paytirilgan 15. 15 ni 64 ga ko'paytsak, bizda 960 pi chiqar ekan. Xo'sh, keyingilari. Bir. Xo'sh, bizlarda AB balandlik 6, AO1 radius 4, burchak AO1 60 gradus, AO1 60 gradus bo'lsa, silindr bo'lganining hajmini top. BOS ADO1 silindr bo'lagining hajmini top. Demak, mana bu bo'lakning hajmini topishimiz kerak. Bu xuddiki bir tortni tasavvur qilsak, tortni kesib olamiz-ku mana shu shaklda. Mana shu shaklning hajmi so'ralyapti. Uning uchun nima qilish kerak? S v silindr hajmi bilamiz, S asos ko'paytirilgan h balandlikka teng. Endi S asosi yoymi? Ya'ni sektor bo'lyapti, sektor yuzasi bo'lyapti. S asosi sektor yuzasi bo'lyapti. S sektor, ya'ni mana asos sektor yuzasi bo'lyapti. Sektor yuzasi qanday topilardi? Pi r kvadrat taqsim 360 gradus ko'paygan alfa edi. 360 ko'paygan alfa edi. Alfa 60 gradus. 60 ni qo'yadigan bo'lsak, o'rniga radius necha? Radius 4. 4 ning kvadrati 16. 60 bilan 360 qisqarsa, bu yerda 6 qoladi. Endi 6 bilan 16 ni 2 ga qisqartirsak 8 pi taqsim 3 qoladi. Endi hajm 8 pi taqsim 3 ni balandlik 6 ga ko'paytirganga teng. 3 bilan 6 qisqarsa, bu yerda 2 qolib, javob 16 pi chiqadi. Xo'sh, keyingi savollar. Mana bu og'ma silindrga hajm so'rayapti. Demak, bu 60 gradus bo'lsa, bu 30 gradus bo'ladi. 30 gradus qarshisida katta giposi yarmiga teng. Demak, 3 ildizosi 3. Demak, 6 ildizosi 3 dan 3 ildizosi 3 ayiradigan bo'lsak, bu yerda 9 hosil bo'ladi. Demak, bu silindr balandligi bo'lib, hajm endi pi r kvadrat ko'paytirilgan h teng bo'lsa, radius 4 bo'lsa 16 pi ni 9 ga ko'paytirganimga teng. 6 9 54, 144 pi chiqar ekan javob. Keyingi savol. Mana oxirgi ma'lumotga ko'ra misolimiz. Bittasini ishlaymiz, shu bilan yakunlaymiz. Balandligi 12 ga teng bo'lgan, balandligi 12 ga radius 3 ga teng bo'lgan silindr
3 ga teng bo'lgan silindir shaklida idish suvga to'ldirildi va og'dirildi. HF suvga to'ldirildi va og'dirildi. HF 6 bo'lsa, ya'ni mana bu masofa 6 bo'lsa, bu ham 6 bo'ladi. Chunki balandlik 12 edi-ku, teng 2 ga bo'linadi. Idishda qolgan suvning hajmini toping. Idishda qolgan, endi og'dirilgandan keyin suv to'kildi. To'kilgandan keyin qolgan suvning hajmini topish kerak. Qolgan suvning hajmi boya aytdik, mana bu yerdan nima qilib olamiz? Bir qism qilib olamiz, ya'ni pastkisini V2 hajm, yuqorisini V3 hajm qilib olamiz. V2 hajmni topish uchun bilamiz, radius o'zgarmaydi, 3 bo'lib turaveradi. Pi ko'paytirilgan 3 ning kvadrati 9, ko'paytirilgan mana bu balandlik 6. Demak 54 pi. Endi V3 hajm yuqorisi, V3 hajmni topish uchun pi r kvadrat, ya'ni 9 ko'paytirilgan balandlik 6 ko'paytirib shuni nechaga bo'lib qo'yish? 2 ga bo'lib qo'yish kerak. 2 ga bo'lib qo'ygandan keyin 54 pi bo'lsa, buni yarmi 27 pi bo'ladi. Endi qolgan suv V teng bo'ladi V2 ga V3 ni qo'shganimga. 54 pi ga 27 pi ni qo'shadigan bo'lsak, javob 70-81 pi chiqadi. Tekshiradigan bo'lsak, to'g'ri. Demak, misollarimizning yechimi, mana bunga doir misol ham bor edi. Shuni ham ko'rib o'taylik. Demak, boyagi ma'lumotga ko'ra mana bunda vatar o'tkazdik. Bu tomonga o'tkazganimiz ma'qul ekan. Bu yerdan balandlik tushiramiz shu nuqtaga, keyin bundan balandlik tushiramiz va bundan vatar o'tkazamiz. Endi bu nuqtadan bungacha bo'lgan masofa mana bu o'rtadagi GH masofani beradi. Buni x deydigan bo'lsak, yuqori ham x bo'ladi-da. Endi diagonali 6/5 bo'lsa, mana bu h balandlik, mana bu y va y. Demak, 2y ning kvadratiga h ning kvadratini qo'shganim 6/5 ga teng bo'lyapti. Demak, 4y kvadrat plus h kvadrat teng bo'ladi 6/5 ning kvadrati 36 ko'paygan 5. 180 bo'lar ekan ko'paysak. 36 5 ko'paysa 180. Endi O1A degan. O1A, ya'ni asos radiusi 10 ga teng. Demak, bu masofa 10 ga teng. Bizda balandlik JH masofani toping. Balandlik berilganmi? Eng qisqa masofa. Silindirda FY, O2 va FY orasida eng qisqa masofa JH bo'lsa, JH ni toping. Balandlik berilgan mana 12. Demak, 12 ni qo'ysak, 4y ning kvadrati plus 144 teng bo'ladi 180 ga. 4y ning kvadrati teng bo'ladi 180 dan 144 ni ayiradigan bo'lsak 36 ga. Y ning kvadrati teng bo'ladi 9 ga. Bizga y kvadrat kerak. Chunki mana bu yerni yaqinlashtiradigan bo'lsam, mana bu radius, mana bu eng qisqa masofa x, mana bu y. Bu yerda 90 gradus. Mana shuni boshqatdan chizamiz. Demak, mana bu 90 gradus, mana bu radius. Bu y, bu tomoni ham y edi. Bu radius 10. Radius 10. Endi mana bu eng qisqa masofa x. X ning kvadrati y ning kvadratini qo'shsam 10 ning kvadratini berish kerak bu. Shunga ko'ra x ning kvadratiga y ning kvadratini qo'shganim 10 ning kvadratiga teng, ya'ni 100. Endi bizga x kerak. X kvadrat teng bo'ladi 10 ning kvadrati minus 9 ga. Ya'ni y minus o'tadi, y kvadrat 9 ga teng-ku. Endi x kvadrat teng bo'ladi 91 ga. X teng bo'ladi ildiz ostida 91 ga. Xo'sh, demak, mana shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qolgan misollarni darsda tahlilda ko'rib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.